Biz shahodat kalimasi aytib, musulmon bo'lgandan keyin bu kalimaga loyiq bo'lmagan barcha ish harakatlardan yiroq turish orqali aytgan guvohligimizning, bergan ahdimizning, va'dimizning talab taqozosi bo'yicha yashashga buyurilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم الله يحكم ما يريد. Aziz qarindoshlar, va'dasida turish, ahdini buzmaslik, to'xtamga rioya qilish faqat musulmonlarda emas, balki barliq insonlar orasida birdek qabul qilingan, ijtimoiy munosabatlarda amal qilish talab qilingan bir go'zal axloqdir. Alloh taolo yuqorqi oyat karimida mu'minlarga iymon bilan nido qilib turib, ahdilarga vafo qilishga buyurgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bir rivoyatda bu yerdagi ahdi Alloh halol qilgan yoki harom qilgan va yoki belgilagan farzlarga amal qilishni ko'rsatadi degan bo'lsa, yana bir rivoyatda bu yerdagi ahdi musulmonlar tuzishgan sulhi to'xtamlarni ko'rsatadi degan. Ahdilarning eng yuksak va eng ulug'i bir musulmonning Allohga bergan ahdisidir. Alloh taolo Qur'on Karimda sizlarga payg'ambarlarim orqali ey odam bolalari shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga oshkor dushmandir. Mangli ibodat qilinglar, bu to'g'ri yo'ldir deb ahd olmadimmi deydi. Mana bu insonlar bilan Alloh o'ttirsidagi tunji ahdi va to'xtamdir. Biz shahodat kalimasi aytib, musulmon bo'lgandan keyin bu kalimaga loyiq bo'lmagan barcha ish harakatlardan yiroq turish orqali aytgan guvohligimizning, bergan ahdimizning, va'dimizning talab taqozosi bo'yicha yashashga buyurilgan. Chunki amallarimiz orqali tilimizda aytgan bu shahodatning haqiqiy yoki emasligini isbotlaymiz. Shundoq bo'lgandala Allohning haqqini ado qilgan bo'lamiz va Alloh taoloning bizga in'om berishiga loyiq bo'la olamiz. Ilgari avatilgan payg'ambarlar va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va uning sahobalari ahdilarga vafo qilishda butun ummatning ulgilari bo'lgan bo'lib, ulardan o'rnak sifatida Ismoil alayhisalom haqida Alloh taolo innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya. O haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi degan. Go'zal axloqlarni takomillashtirish uchun avatilgan suyumlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va'dasiga vafo qilishda eng go'zal ulgu bo'lgan. U musulmonlar bilan, Yahudilar bilan, Nasaralar bilan, hatto eng ashaddiy dushmanlar bo'lgan kofirlar bilan tuzgan ahdilarga vafo qilgan edi. Shu sababdan ayni chaqda Rum imperatori Herakla Abu Sufyandan payg'ambar alayhisalom haqida u ahdisiga xiyonat qilib baxtimi deb so'raganda Abu Sufyan yo'q deb javob bergan. Shu chaqda Herakla mana shundoq payg'ambarlar xiyonat qilmaydi degan. Ammo bugun o'sha payg'ambarning, o'sha sahobalarning izbosarlari bo'lmaymiz deb tirishayotgan nurg'un kishilar ahdilarga sal qaraydigan, va'daga vafo qilmaydigan, ig'izdan chiqqan so'zga ega bo'lmaydigan illatni yuqtirib oldi. Allohning nomini tilga olib qasam qilgan ishtimi amal qilmaydigan, voy musulmon qarindishim deb qo'yib, pulini olib olgandan keyin vaqtida qaytarib bermaydigan yoki qaytarib berishga tirishmaydigan, oylab yillab pul egalarini qoqishadigan, ahli ilmlarning oldiga borsa, tap tatmasdan tenib oladigan kishilarmi aramizda ham mavjud. Payg'ambar alayhisalomning kishilarning mollarini ado qilish niyatida qarz olgan bo'lsa, Alloh u kishidan ado qilib qo'ydi. Halok qilish niyatida olgan bo'lsa, Alloh uni halok qiladi degan hadisni bilib turib, o'zaro muomalalarda samimiy bo'lmaslik, algan qarzni belgilangan muddat ichida qaytarishga tirishmaslik, bergan va'daga vafo qilmaslik islomning umumiy ruhiga xilof bir qilmishdir. Albatta bir millat ichida xilma-xil odamlar bo'ladi. Ba'zilari yaxshi, ba'zilari yomon. Ammo o'zini Alloh va Rasulining yo'lida mang'du deb qaraydigan kishilarimizning kichikgina manfaat uchun va'dasida turolmasligi, hatto va'dasida turmaslikni Uyg'urchilar deb pardozlashi to'limi ichinishlik bir ahvol. Uyg'urlar 1000 yillik tarixga ega bir islom ummati. Ularda va'dasida turish fazilatki, va'dasida turmaslik nomardlik. Qoqsuqti qilish, qarab turib haqqini bermaslik, so'rab qolmasin deb o'zini ziyon tortgan qiyofatni ko'rsatishlarning hech biri
biz Uyg'ur musulmonlarga yarışadigan bir ish emas. Chunki Alloh bizning niyatlarimizni bilib turadi. Qaysi ishni nima uchun qilayotganligimizni obdan biladi. Shundoq bo'lgan ekan, biz o'zimizga qanday sifatlarni yuqtirib olganligimizga alohida diqqat qilishimiz kerak. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qilgan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom munofiqning alomati 3 dir. So'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi va amonat qo'yilsa xiyonat qiladi degan. Amaliyotda bu hadis bizga nasihat nuqtasida yetarlikdir. Biz munofiq degan bu sifatni nihoyat o'chkirimiz. Birarsi bizni munofiq deb sog'an bo'lsa, uni hayotimizning oxirigacha o'chkirimiz va kechirishni asla xohlamaymiz. Ammo o'zimizni tekshirib baxmaymiz. Bizda o munofiqning illatidan zoda qanchasi tepiladi? Bir kun ichida bir qancha qitim yolg'on so'zlab solamiz. Qancha qitim va'da qilib unutib qolgan qiyofatga kirib olamiz. Munofiq degan nihoyat betbeshira, yovuz va yuzlari qapqara sert bir odam bo'lmasdan, sizlar bizga o'xshash chiroyli saqal qo'yib olgan, hijob kiyib olgan, namoz o'qiydigan, hatto vatan millat uchun xizmat qilguvchilar qatoridan o'rin olib olgan kishilar bo'lishi mumkin. Shu sababdan aziz qarindoshlar, mayli Alloh va Rasuliga bergan ahdlarimiz bo'lsin, mayli insonlarga bergan va'dimiz bo'lsin, hammasi Allohning buyrug'i bo'yicha amal qilish farz qilingan ahdidir. Ulug' Alloh hammamizga tavfiq va hidoyatini ziyoda qilsin.